vaqt yarim tun bo'lishiga qaramasdan biz Qarshi tumani Hilol qishlog'i hududidan o'tgan Qashqadaryo daryosi o'zani yonidamiz. Ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunga kelib ushbu daryoning o'zani kengayib bormoqda. Chunki bu yerdan ba'zi uddaburonlar noqonuniy qum shag'al aralashmasini qazib olishyapti va tabiatga jiddiy zarar yetkazishmoqda. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun esa Qashqadaryo viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi Qarshi tumani inspektorlari hamda milliy telekanali xodimlari tomonidan navbatdagi nazorat reyd tadbiri o'tkazilmoqda. Endi qo'shaman, qo'shni sizlar ishlab oldi. Nima qilasiz? To'xtang degan to'xtang. Qonun talabga uysin, muammo. Dastlabki holat aniqlandi va bu yerda noqonuniy qum tashib ketayotgan haydovchilardan biri voqea joyidan qochishga urinmoqda. Savollarimizga javob bering. Hozir javob beraman. Sariq Chagma yuk avtomashinasini yukxonasini to'ldirib, qum shag'al aralashmasini yuklab kelyapsiz, to'g'rimi? Bu qayerdan olib kelyapsiz? Ha? Bunga nima hujjatingiz bor? Sizda mana shu yuk yuklagansiz, mana yukxonangizga, mashinangiz yukxonasiga qum shag'al aralashmasini otgansiz, to'g'rimi? Nima tegishli hujjatingiz bor qum otishingizga? Hujjat yo'q. Ha? Hech qanaqa hujjatingiz yo'q, to'g'rimi? Chagma yuk avtomashinasida tabiiy qum shag'al aralashmasini yuklangan holati aniqlandi. Bu holat yuzasidan haydovchisiga huquqiy tushuntirish berishlarimizga qaramasdan mashinani taylab qochib ketdi. Unga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydonchasiga olib ketiladi. Biz ikkinchi manzilga keldik va bu yerda ko'rib turganingizdek ushbu ekskavator tomonidan daryo o'zanidan juda ko'p miqdorda qum shag'al aralashmasi qazib olingan. Nazorat reyd tadbirlaridan xabar topgan ekskavator haydovchisi esa voqea joyidan qochib ketibdi. Biz kimningdir faoliyatiga aralashish yoki to'sqinlik qilish fikridan yiroqmiz, lekin bu faoliyatingiz qonuniy bo'lsin. Mas'ullarning qo'shimcha qilishicha, daryo o'zalari kengayib, muhofaza hududlariga zarar yetishiga sababchi bo'layotgan bu kabi huquqbuzarlarga nisbatan reyd tadbirlari Qashqadaryoning barcha hududlari bo'ylab davom etadi.